Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda zodiakning eng hissiyotchan, mehribon va oilaparvar vakillaridan biri Saraton burji haqida suhbatlashamiz. Saraton burji 22 iyundan 22 iyulgacha bo'lgan davrda tug'ilgan insonlarni o'z ichiga oladi. Uning boshqaruvchi sayyorasi Oy bo'lib, shuning uchun Saraton vakillarining kayfiyati, hissiyotlari va ichki dunyosi juda boy bo'ladi. Saraton burji insonlari tashqi tomondan sokin va bosiq ko'rinsalar ham, ularning qalbida ulkan mehr va muhabbat yashaydi. Ular yaqinlariga juda bog'langan bo'ladilar. Oila, farzandlar, ota-ona va uy muhiti ular uchun hayotning eng muhim qismi hisoblanadi. Bu burj vakillari tabiatan g'amxo'r insonlardir. Kimdir yordamga muhtoj bo'lsa, Saraton birinchi bo'lib ko'mak qo'lini cho'zishi mumkin. Ular boshqalarning dardini o'z dardidek qabul qiladilar. Saraton burjining eng kuchli tomonlaridan biri intuitsiyadir. Ular ba'zan odamlarning aytmagan fikrlarini ham his qiladilar. Shuning uchun ko'p hollarda ularning ichki ovozi noto'g'ri chiqmaydi. Biroq Saraton burji vakillari juda ta'sirchan bo'lishlari mumkin. Qattiq so'z yoki nohaq munosabat ularning qalbiga og'ir botadi. Ular xafa bo'lgani har doim ham ko'rsatmaydi. Ammo ich-ichidan uzoq vaqt o'ylab yurishlari mumkin. Muhabbat masalasiga kelsak, Saraton burji haqiqiy romantiklar hisoblanadi. Ular uchun muhabbat shunchaki his-tuyg'u emas, balki ikki qalbning ruhiy yaqinligidir. Agar Saraton kimnidir sevsa, butun qalbi bilan sevadi. U sevgan insonning baxti uchun ko'p narsalarga tayyor bo'ladi. Mehr, e'tibor va ishonch ular uchun juda muhim. Lekin ular xiyonatni kechirishda qiynalishlari mumkin. Chunki Saraton burji insonlari ishonchni muqaddas deb biladilar. Bir marta singan ishonchni tiklash oson emas. Ish faoliyatida Saratonlar mas'uliyatli, sabrli va intizomli bo'ladilar. Ular ayniqsa odamlarga yordam berish bilan bog'liq sohalarda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Tibbiyot, ta'lim, psixologiya, ijtimoiy xizmat va san'at sohalari ularga mos keladi. Saraton burji suv unsuriga mansub bo'lgani uchun ularning hissiyotlari chuqur bo'ladi. Ular ba'zan yolg'iz qolib fikrlarini tartibga solishga ehtiyoj sezadilar. Bu ularning kuchsizligi emas, balki ichki dunyosini tiklash usulidir. Saraton burji vakillari uchun hayotdagi eng katta boylik pul yoki mansab emas, balki mehr va samimiy munosabatdir. Ular uchun sevilganini his qilish va yaqinlari bilan birga bo'lish katta baxt hisoblanadi. Aziz tomoshabinlar, agar siz Saraton burji vakili bo'lsangiz, qalbingizdagi mehrni qadrlang. Sizning eng katta kuchingiz insoniylik, sadoqat va rahmdilligingizdir. Agar yaqinlaringiz orasida Saraton burji vakillari bo'lsa, ularni avaylang. Chunki ular tashqi tomondan kuchli ko'rinsalar ham, qalblari juda nozik bo'ladi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va izohlarda qaysi burj haqida keyingi videoni ko'rishni xohlashingizni yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizga tinchlik, baxt va muhabbat tilaymiz.